onamiz Azizova Salomatxon, otamiz Muqimov Hakimxonada. Bizlar shu 39-yili men 40 kilo chaqaloq qolganman. Otamizni quloq qilib qabaganlar, olib ketganlar. Mullayitda qolib ketdi. Onamiz 6 ta bola bilan qoldi. 6 ta bola bilan qolgandan keyin bu vaqtlarda ish yo'q. Men ta 14 yoshimgacha onamiz o'tni pishirardi, sho'randi, so'ng achchiq ketardi-da. Achchiq shu ketardi, so'ng siqib, so'ng tegirmondan onamiz borib kepak olib keladi. Kepakni keliga solib tuyar edi-da, elab so'ng o't pishdimi endi siqib chiqardi, achchiq ketdi. So'ng o'sha nimaydi, ustiga saydi sepatda, ustiga bayonni qo'yadi, ustiga qo'yib qotirib pishiradi. Demak, g'ajanak katta bo'lganman. To 14-15 yoshimgacha. 15 yoshimgacha yig'ib berdim. Qachonki men shu 16 yoshimda kirdim texnikumga, undan keyin nonni ko'rdim. Ungacha nonni ko'rganim yo'q men. Taxta kunchalar yedim. Shigit suvini ichdim. Bozorga borsang, lavlab po'choq, darsa po'choq bo'lsa ham yeganman. Shunday katta bo'lib, chunki onamiz 6 ta bilan qolgan, ish yo'q, yangi qo'rg'onda ish yo'q. Ishlash kerak edi, qilolmaydi. Onamiz bechorasi bojamni olib bolalarni olib boradi-da, tutlar qoqib, odamlar ketib qolgan, tutlar qoqib, tutqoqlarni alba qoqib berib, shu bilan kun ko'rganmiz. Non-poy ko'rganimiz yo'q. 45-yilda zavetlardan kirib, so'ng bo'lgan nonni ko'rdim. Ungacha oyoq kiyimim yo'q, hech nima yo'q. Shunday o'qiganmiz. Lekin qiyinchilik ko'rganmiz. Juda qiyinchilik bilan katta bo'lganman. Shuning uchun hozir ham bitta ishoq bo'lsa, ishoqni yedingizdan tep olaman. Unday azobga katta bo'lganman. Shunday katta bo'lgan qiyinchilikni o'ta ko'rganman. Endi men ko'rgan ko'chada hech kim ko'rmasdim. Endi bir ko'rdik, urush. Yegan narsa falokat ekkan bo'lsak beramiz, bering deydi. Yoki buni kepak kiyim bo'lsa bering deydi. Shunday qilib qiyinchilik katta bo'lganman. Bolalikda odamlar to'qiydi, qalami nima deymiz endi. Shu qalami deymiz, to'qigandan beradi. Bo'lmasa xilobkomda paxtani solayotgan xalta olib kelardi, xalta. O'shani so'ng bozorga olib o'tsa, olib kelsa, shu xaltadan bitta olardi-da, shuni ham ko'ylak ham qilib kiyardik. Qanordan. Boshqa yo'laji yo'q edi. Shunday katta bo'lganman. Taxta ko'chada yeganman, o'zim yeganman. Sigir suvini ichganman. G'ijinat ko'kut yeganman. Nima qilaylik? Shu bilan kun ko'rganmiz. Xudo shukr, mana bergan rizqi bormi, rizqi bormi? O'qiganmiz. Endi shu kunga yetkazdi. Men qadar shu nafaqalarni qarang. Hozir 3-chilar, bo'lsa 8-chilarda nafaqamiz berib turibdi. Ya hozir men qarta shukr, bunday zaman bo'lgan yo'q. Bir yoqqa bora olmasdik, bir yoqqa keta olmasdik. Hozir xohlasangiz Afg'onistonga, xohlasangiz Tojikistonga boryapsiz. Yo'l yo'q edi. Hamma qo'yda chiqa olmasdik. Mana shu hozir 10 yil, 15 yil, 20 yildan beri shunday davron bo'lganligi, shunday hal bo'ldiki, hamma to'q. Ishlasang pul bor. Dangasa odam ishlamasa bu yo'qda. Kimki ishlasa, yolg'on gapirmasa, o'g'irlik qilmasa, birovning haqqini yemasa, ana odamlar yaxshi hayot. Yig'ilib olaman. O'zi avqatlar yo'q edi. To'y qilardi. To'y qilganda chiqib qilamizda, istobolar bor ayollar. O'zini to'shaydi. Qo'ldan lag'laga parvarda. To'rtta taylaydi. So'ng bega bitta non qo'yadi. Shoshib non yeb bitta qilmaydi. Gap yalang'ochda. Ana hozir to'yga borsangiz hamma narsa bor. Istagan narsangiz bor. Endi pirimiz ham aytyaptiki, buncha qilmanglar. Isrofni ham Alloh yomon ko'radi. Me'yori bilan bo'lsa hamma narsa. 4 tala ovqat qilasan, 5 xil ovqat qilasan, bitta qoningga nechta yeysan ovqat yeysan. Mana deydi, qilmanglar otalar.
ilgari qanday edi, mana hozir qilyapsizlar, bunday qilmanglar, buni Allohning bekasi keladi deb o'tqarib. Endi haqiqatdan bu to'qchilikdan bo'lyapti bu. Bu to'qchilikdan qizlarimiz kiyimlar kiyishi, ular qilishi to'qchilikdan bo'ldi bu. Sen nima olib beraman, man erga tegsam, mashina hovli olib berasan, mashina olib berasan, yatganni qilasan, olib berasanmi? Bu bola bechora ishlamaydi, ishlamagandan keyin so'ng qo'ydi chiqdi, shuncha ko'p bo'lyapti. Bu bari o'zimizda aybimiz. Chunki odamlar pul bo'lyapti, shularni ko'radida, ko'rgandan keyin mana falancha ishlayapti, pistonchi ishlayapti, qilmayapsiz, siz ishlamaysiz, siz menga olib kelmaysiz deb janjal qiladida, so'ng ana qo'ydi chiqdi ko'p bo'lyapti. Bo'lmasa bular to'qlikdan chiqyapti bu. Kamchilikdan emas, to'qchilik. O'zi yegan bor, ichayotgani bor, unga ham ta'sir qiladi. O'sha qadim zamonlarda ham mana sizlarning davrlarida ham ayollar, qizlar shunday deb aytadimi? Yo'q. Vallahi unaqa yo'q edi. Nima beraydi to'y qilishdan oldin? To'yda bitta echki beradi, echki. Bitta echki beradi, o'zi bitta bir echki bilan echki berganman. Shu echkini 6 kilo 10 kilo go'shtganmi, shunday nikoh qilib olib kelganman. Urush davrida ham bir tomondan urush, ikkinchi tomondan burishni tep deymiz. Tep kasallik paydo bo'ldi. Xalq kasal. Armiyadan kelganlari qo'li yo'q, oyog'i yo'q. Opam o'ldi. Opam bilan o'lgandan keyin aramizda 100 metr mozor bor. Yo'q, boramizga odam yo'q. Armiyadan kelganlar qo'li oyog'i yo'q. O'ydag'ligi bor, kasal yotibdi. Shu aravaga ortib 100 metr joyga aravaga borib opamni ko'mganmiz. Shu davrda. Shunday qiyinchiliklar bor. Ham qarang, ham kasalchilik paydo bo'ldi. Ham ocharchilik paydo bo'ldi. Ham armiyadan kelganlar bor, kasalchilik bo'ldi, oyoq qo'li yo'q edi. Shunday zamondan ko'rdik. Kasal bor. Oqma deymiz, kasal deymiz, doktor ham yo'q. Dori yo'q. Shu yapalar bechora, mana chirib boryapti. Chirib da deydi, kasal bechora o'lib ketdi barchasi. O'zidan o'zi shiriydi endi. Baho deymiz. Yeb bolayotganda badan yeb qo'ygan, qurtay qilib dori yo'q. Bitta katta yangi qurgan joyimiz qurganman. Eng katta joy bitta sestra bor, ular tatar переводчик. O'shanda biz bilmaymiz-da, o'zi perevod qildi. So'ng keyin ochildi bu. Ular bedor akaxen va ochildi, qonda ko'p yo'qdi. Oyligimiz ham, nafaqamiz ham yaxshi. Hech kamimiz yo'q. Yana bundan ham kam bo'lmaylik. Alloh taolo shundan kam qilmasin bizlarni. Oila mustahkam bo'lish uchun yoshlar nima qilish kerak? Yana aytyapman, yana borib to'xtaymizki, tinchlik bo'lish, yaxshi bo'lish uchun birinchisi yolg'on gapirmaslik kerak. Ikkinchisi mehnat qilish kerak. Uchinchisi ota-onani aytganini qilish kerak. Ana shundagina hayot yaxshi bo'ladi. Ota-ona aytganini qilmasa, o'zidan kasal bo'lsa, aytganini qilmasa, yo'q, yana yo'q. Shunday bo'lmaydi. Qachongacha birov xabar beradi. Qachon shu o'zi haqli bilan, o'zi kuchi mehnati bilan, o'z kuchi bilan topgan narsa halol, pokiza.